Assalomu alaykum. Bugun karamelli Napoleon tortini tayyorlaymiz. Napoleon xamirini to'liq retsepti oldingi videolarimizda ko'rsatilgan. Karamelimiz uchun 150 gramm shakarni past olovda karamelli rang bo'lincha aritamiz. Iliq holatda akkalgan 120 gramm qaymoq, 100 gramm sariyog' va ozgina tuz solib karamel tayyorlab olamiz. Endi esa plomber kremimizni tayyorlab olamiz. 300 gramm xona haroratidagi sariyog', 300 gramm sug'ushonli молоко, vanilin solib ko'pirtirib olamiz. Ustidan aritilgan 100 gramm oq shokolad solamiz va yaxshilab mikser qilamiz. Kremlarimiz tayyor. Endi korjlarimizni pishirib olib, kremlarimizni ketma-ketlikda surib chiqamiz. 3-chi korjimizni qo'yganimizdan keyin karamelli sousimizni surtamiz va yana ketma-ketlikda korjlarimizni kremlab chiqamiz. Chetidan chiqqan xamirlarimizni krushka holatini aytkalib, Napoleonimizni ustini bezatib olamiz. Kremimizga oq shokolad qo'shganimizning hisobini kremimizdan plomber morojnini ta'mi kelib turadi.